Audio Jungle. Audio Jungle. Katta signal berildi. Benyamin Netanyahu sog'lig'i haqida yashirilgan ma'lumotni ochiqladi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning idorasi uning salomatligi holati to'g'risidagi yillik hisobotni e'lon qildi. Unda aytilishicha, tekshiruvlardan birida uning prostata bezida kichik xavfli o'sma aniqlangan va u ilk bosqichdayoq bartaraf etilgan. Netanyahu ushbu hisobotga izoh berar ekan, Eron bilan harbiy qarama-qarshilik avj pallasiga chiqqan paytda oshkor bo'lmasligi uchun uning e'lon qilinishini 2 oyga kechiktirishni so'raganini ta'kidlagan. U 2024-yil oxirida prostata bezining xavfsiz kattalashuvini davolash uchun jarrohlik amaliyotini o'tkazganini va shundan so'ng doimiy shifokorlar nazoratida bo'lganini bildirgan. So'nggi tekshiruv vaqtida prostata bezida hajmi 1 sm-dan kichikroq bo'lgan mayda dog' topildi. Tekshiruv buning hech qanday tarqalish yoki metastaslarsiz xavfli o'smaning juda erta bosqichi ekanini ko'rsatdi, deb yozdi u X ijtimoiy tarmog'ida. Netanyahuning so'zlariga ko'ra, shifokorlar bu uning yoshi uchun normal holat ekanini va uning oldida ikkita yo'l borligini aytgan. Kuzatuvda qolish yoki darhol davolanib muammoni bartaraf etish. Meni yaxshi bilasiz, ehtimoliy xavf haqida menga o'z vaqtida xabar berishsa, men uni zudlik bilan bartaraf etishni istayman. Bu ham milliy, ham shaxsiy darajada shunday. Men aynan shunday yo'l tutdim. Men muammoni izsiz yo'q qilgan maqsadli davolanish kursini oldim. Bir nechta qisqa muolajalarga qatnab, kitob o'qidim va ishimni davom ettirdim. Dog' butunlay yo'qoldi, deydi Isroil bosh vaziri. Ozarbayjon Ukraina bilan birga qurol ishlab chiqarmoqchi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Ozarbayjon Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi va Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiyga birgalikda qurol ishlab chiqarishni taklif qildi. Aliyev bu bayonotni Zelenskiy bilan uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, Ozarbayjon va Ukraina xalqaro tashkilotlarda o'z davlatlarining suvereniteti va hududiy yaxlitligini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlab keladi va bundan keyin ham shunday yo'l tutadi. Uchrashuv davomida tomonlar harbiy texnik hamkorlik masalasini ham muhokama qilgan. Aliyevning aytishicha, har ikki davlatda ham mudofaa sanoati rivojlanmoqda va bu sohada qo'shma ishlab chiqarish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Zelenskiy esa ikki davlat o'rtasida mudofaa sanoati bo'yicha hamkorlikni kengaytirish muhimligini ta'kidlagan. U Ukraina va Ozarbayjon bir nechta sohalarda, jumladan energetika va gumanitar yo'nalishda ham hamkorlikni chuqurlashtirish bo'yicha bir nechta hujjatlar imzolaganini aytgan. Shuningdek, Zelenskiy agar Rossiya rozi bo'lsa, Ukraina Rossiya bilan 3 tomonlama muzokaralarni davom ettirishga tayyor ekanligini bildirdi. U ilgari ham Turkiya va Shveysariyada shunga o'xshash uchrashuvlar o'tkazilganini eslatgan.